Assalomu alaykum qalbi go'zal pazandalarim. Bugun duxovkasi yo'q bekajonlar uchun mana shu tortni o'rgatib qo'yaman. Barchangiz kanalimga xush kelibsiz. Bu tortimizni miksersiz mana shunday vinchi yordamida tayyorlasa ham bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan idishimizga 3 dona tuxum va shakar solamiz. Ketgan mahsulotlarning barchasini opisiyaniyada qoldiraman. Miqdorini sut quyamiz va oddiygina hidsiz o'simlik yog'i, 1 osh qoshiqda margarin yoki bo'lmasam slivichnoye masla, ya'ni magazin saryog'i va qaynoqqina suv quyamiz. Massamizni yaxshilab aralashtirib bir chetga olib turamiz. Endi quruq massamizni tayyorlab olamiz. Idishga 2 piyola olina undan solamiz va razrahlidir 1 chimdim tuz solamiz va yarim piyolada kakao kukunini solamiz. 3 yoki 4 osh qoshiqda bo'ladi. Kakao parashogini albatta elakdan o'tkazib yuboramiz va quruq massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi tayyorlab bo'lgan barcha mahsulotlarimizni hammasini birgalikda birlashtirib olamiz. Suyuq massamizga 1 choy qoshiqda 10% uksus solamiz va tayyorlab olgan quruq unlarimizni solib, yaxshilab vinchida aralashtiramiz toki qumoqlari qolib ketmasin. Endi xamirimizni 3 ta idishga bo'lib olamiz. Xohlasangiz ko'proq tayyorlasangiz 4 taga bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Gazli olovga yoki bo'lmasa mana shunday to'kli plitamizga skоворodkamizni qo'yib qizdirib olamiz. Tagini o'simlik yog'i bilan salgina namlantirib olib, keyin tayyorlab olgan mana shu kakaoli xamirimizni quyamiz. Tavamizni ustini yopib qo'yamiz, faqat past olovda pishish kerak. Biskvitlarimizni pishirish jarayonida mana shunday tovoni qopqog'ini har zamonda olib, namlangan mana shu suvlarini artib turamiz. 2-3 marotaba takrorlaymiz bu holatni. Chunki terlab qolsa, korjimizni ustiga tushib, buzilib qolishi mumkin retseptimiz. 7-8 minut davomida tayyor bo'ladi. Mana shunday qo'limiz bilan mana ushlab ko'ramiz. Umuman qo'lga yopishmaydigan holat bo'ladi. Shunda tayyor bo'lgan bo'ladi. Chetlarini mana shunday ko'chirib olamiz avvaliga. Keyin esa mana tayyor bo'lgan korjimizni alohida stolimizga olamiz. Yopishib qolmaydi umuman, qo'rqmasdan tayyorlayvering. Ikkinchi korjimizni ham ko'rsatib beraman. Agar gazli olovda tayyorlayotgan bo'lsangiz, juda ham past holatda pishirasiz. Men mana shunday gazimni to'kli plitkasida pishiryapman. Unda ham juda ham qizib ketsa, tokni o'chirib ham qo'yyapman. Orada salgina sovutib olyapman, chunki tagiga olib qolish mumkin. Yaxshi qizitib olganimdan so'ng o'chirib qo'ysam, o'zini issig'ida ham mana shunday pishib qoladi. Ikkinchi, uchinchi korjlarimizni ham xuddi shu uslubda mana tayyorlab olamiz. Cho'pda tekshiramiz. Mana cho'pimiz ko'p quruq holatda. Zarina Counter orqali bir obunachimiz yozgandi, duxovkasiz retseptlaringizdan ko'rsating deb. Shuni e'tiborga olgan holatda sizlarga taqdim etyapman ushbu retseptni. Biskvitning korjlarimiz mana tayyor bo'ldi. Juda ham zo'r bo'lib chiqdi, ko'rib turibsiz. Mana shunday o'lchamda o'lchab olaman. Chetlari esa menga kerak, albatta kroshka holatiga keltirib, ustiga bezak uchun ishlataman. Mana 3 dona, xohlasangiz 4-5 dona tayyorlasangiz ham bo'ladi. Bundan ko'proq mahsulot ketadi uning uchun. Endi menda 300 gram qaymoq bor edi, oddiy uy qaymog'i, damashniy qaymoq. Qaymoqni quyuq holatda ishlatmaymiz, salgina sut bilan suyultirib olamiz va 2 osh qoshiqda shakar pudrasini solib, yaxshilab mikserda mana shunday aylantirib oldim. Keyin esa quyultirilgan sut solaman, 1 piyola, juda ham mazali bo'ladi.
Mikser bo'lmasa, siz albatta vinchidan foydalanishingiz mumkin. Qaymoq, shakar pudrasi va sgushenka molokoni aralashtirib vinchida yaxshilab tayyorlab olasiz. Bu krem gul chiqaradigan krem bo'lmaydi. Mana shunday suyuqroq holatda tayyor bo'ldi. Endi buni mana shu ko'rshlarimizni orasiga olib tayyorlab olamiz. Albatta sut bilan sgushenkani aralashtirib probudka qilib olishimiz kerak. Juda ham yumshoqqina bo'lib chiqadi. Endi kremni qo'yib chiqamiz. Kremni 3 bo'lakka bo'lib olsangiz, qiynalib qolmaysiz. Hamma ko'rshlarning ustiga yetadi. Ushbu tortni tayyorlaganingizga umuman afsus qilmaysiz. Juda ham oson tayyor bo'ladi. Duxovka pechiga biskvit xamirlarini solib, ko'tarilmasa juda ham diqqat bo'lib, o'tirganda mana shu holatda ham chiroyli qilib tortlarni tayyorlab olsa bo'ladi. Ichiga albatta qaymoqli krem tayyorlaymiz. Shunda juda ham mazali bo'ladi. Qaymoqni albatta muzdek holatda ishlatamiz, chunki issiq paytida suyulib, oqib ketishi mumkin. Siz hozir O'zbek Qaynona TV kanalini kuzatmoqdasiz. Albatta biz bilan birga qolganingiz uchun barchangizdan minnatdorman. Agar malol kelmasa, bir dona like tugmasini bosib qo'yasiz va yangi kelgan mehmonlar bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. Shunda retseptlarimiz barchani uyiga yetib borishiga albatta sabab bo'lasiz va bundan bizni bekajonlarimiz bemalol foydalanishadi. Chetidan chiqqan xamirlarni qo'lim yordamida maydalab, uqalab oldim va mana shunday chiroyli qilib tortimizni chetlariga bezatib qo'ydim. Blenderda maydalasa ham bo'ladi. Unda juda ham mayda bo'lib ketadi va ko'rkam bo'lib ko'rinmaydi tortingiz. Oson qo'lingizda yaxshilab, uqalab, maydalab mana shu holatga keltirib olsangiz bo'ladi. Tortni ustini o'zingiz ixtiyoringizda bezatib olasiz. Xohlasangiz mevalardan terib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qulupnay, malinalarni chiroyli qilib. Menda mana shunaqa qulupnay ta'mini beruvchi dekor bor edi, undan foydalandim. Tortni mehmonlar uchun tayyorlasangiz, bir kun avvaldan tayyorlab qo'ying. Muzlatkichda juda ham zo'r bo'lib, yumshoqqina bo'lib, qaymoqlar ichiga o'tib turadi. Juda ham mazali bo'lib qoladi. Men hozir mana darrov tayyor bo'lish bilan sizlarga ko'rsatdim. Shunda ham yumshoqqina. Barchaga rahmat, ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.